Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Qora suvlari va bugungi mavzumiz shahar markazida, ya'ni Inyazni orqasida joylashgan 5 qavatli pishig'ishdan quriladigan turar joy majmuamiz. Bu majmuamiz juda kichkina, chunki bor yo'g'i bir podyezdlik, bor yo'g'i 30 ta xonadon bor va shuni evaziga ham deyarli hamma xonadonlar sotildi. Bor yo'g'i katta oilalar uchun 3 xonalik, ya'ni 90 kvadratdan ziyod bo'lgan xonadonlar hozirgi holatda sotuvda mavjud. Ushbu qurilishimizda hozirda podval qismi yakunlanib, birinchi qavatga o'tmoqda. Hozir qor yoqqan, hamma joy yog'ingarchilik tufayli hozircha qurilishimiz to'xtab turibdi. Havo yaxshi bo'lgandan keyin yana qurilishni boshlaymiz. Ustalar kirib ishni davom ettirishaveradi. Xo'p, hozirgi vaqtda bu yerda bor xonadonlarimiz 3-chi, 4-chi va 5-chi qavatlarda bor. 90 kvadratdan katta bo'lgan xonadonlar. Ushbu planirovkalarni bemalol to'rxonali qilsangiz ham bo'ladi. To'rxonali qiladigan variantimiz ham bor. Agarda polnotsennik xonalari, ya'ni katta bo'lishini xohlasalaringiz 90-96 kvadrat, 112 kvadratgacha bo'lgan 3 xonaligimiz ham mavjud. Ularni bemalol to'rxonaga qilsangiz bo'ladi agar farzandlaringiz soni ko'p bo'lsa agar. Endi ayrim oilalarda o'g'il farzand ko'p bo'ladi, qiz farzand bo'ladi. Ularga alohida xonadon qilish, ya'ni xona qilib berish kerak bo'ladi. Shuni evaziga bemalol to'rxona qilsangiz bo'ladi. Xo'p, shartlarimiz qanday? Kamida 30% boshlanish to'lov to'lab, qolganini 3 yilga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Albatta foiz yo'q, penasi yo'q. Shunchaki 3 yilga, ya'ni 36 oyga bo'lib to'lashga olasiz. Umumiy summa qoldiq summa qancha bo'lsa, o'shaning o'zini 36 oyga bo'lib beramiz. Ushbu xonadonimizni lokatsiya joyini tushuntirib berib o'taman bir marta. Yangi Inyaz Gagarin ko'chasidagi joylashgan eski kooperativniy kollej bor edi. O'sha kollejning o'rnida hozir Inyaz bo'lgan. Inyaz ko'chib kelgan. Mana shu Inyazning binosini orqasida qurilyapti. Inyazning binosidan 10 metr baroqda desangiz bo'ladi. 10 metrdan keyin turar joy majmuamiz. Bu yoqdan bu tomondan chiqishingizda 51-maktab, Shohsaroy, xullas markaz. Agarda sizga ushbu xonadonimiz ma'qul bo'lsa, pastdagi raqamlarni qoldiramiz. O'shalarga telefon qilib bog'lanib, yanada batafsil ma'lumotga ega bo'ling.